Harbiyga turmushga chiqadigan qizlar ko'proq qaysi kasb egalari bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Sizni fikringiz meni fikrim bilan bir xil bo'lishi aniq. Birinchi o'rinda shifokor, ikkinchi o'rinda bo'lsa o'qituvchi. Qolgan kasblarchi, ular kerak emasmi deyishingiz ham mumkin. Albatta kerak. Harbiylarning ayollari o'zini kasbidan tashqari ancha-muncha kasblarni hayoti davomida o'zlashtiradi. Bir so'z bilan aytganda, begona shaharlarda yashashga moslashib, universal ayollarga aylanishadi. Ko'pincha karyerani emas, oilani tanlashga ham majbur bo'lishadi. Lekin shunda ham bola tarbiyasi, oilaviy muhitni bahona qilib o'tirmasdan, onlayn ishlaydiganlarni, biznes egalarini, ikkinchi, uchinchi mutaxassislikda o'qib, o'zlariga mos yo'nalishda karyera qurayotgan ayollarni ham bilaman. Auditoriyam orasida faqatgina harbiylarning ayollari emas, balkim o'z ustida ishlaydigan, ba'zida dangasalik qiladigan, storieslarimda ataylab maqsadim yo'q degan knopkani qo'ysam, shuni bosadigan bekorchi ayollar ham topilar ekan. O'zimga keladigan bo'lsak, asosiy kasbim tilshunoslik. Lekin yaqindan beri tikuvchilik sohasiga ham rosa qiziqib qoldim. Agar videoimni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, siz qaysi kasb egasiligingizni va hayotingiz davomida yana qanaqa kasblarni o'rganganingizni ham yozib keting. Profilimda faqatgina harbiy oilani hayotini emas, qanaqa qilib yo'qotib qo'ygan intizomimni tiklayotganimni, har xil sohalarni o'rganib, rivojlanishga harakat qilayotganimni ham ko'rsatib boraman. Storiesda bo'lsa, hozir boshla challenge'ini o'tkazyapmiz. Sizni ham anchadan beri orqaga surib yurgan ishlaringiz bo'lsa, bizga qo'shilib, Ramazon oyida hayotingizni tartibga solib, maqsadlaringizga oson erishish usullarini o'rganib oling. Menga obuna bo'lishni ham esdan chiqarmang.